Abubakir, men sizdan podkast olayotganimdan juda ham xursandman. Adashmasam bundan 3 yil oldin siz bilan birga ishlaganmiz. Siz modelchi bo'lib ishlagansiz. O vaqtda ofisimiz Qorasaroyda edi. Adashmasam shu bir 40 ta bola bor edi bizning ofisimizda. Shulardan biri edingiz. Xo'p, hozir bizning kuzatuvchilar uchun siz o'z haqingizda ozgina ma'lumot bering. Yoshim 24 Abdusattor aka. O'zim Qo'qondanman. Toshkentda To'g'ri Politexnika universitetida o'qib tugatdim. Oxirgi 3 yildan buyon 3D modeling yo'nalishida ishlab kelyapman. Bu 3 yil ichida har xil kompaniyalarda, har xil loyihalar bo'yicha ishladik. Ilmiy loyihalar bo'yicha, 3D printing bo'yicha, ya'ni 3D printerdan har xil detallarni ishlab chiqarish bo'yicha. Aynan engineering yo'nalishida, design engineering yo'nalishida hozirgi paytda ishlab kelyapman. Menga bola aytishdi, siz hozir Dubayga ishga ketyapsiz. Shunaqa aka. Qaysi yo'nalishga, qanaqa sohada va nima ish? Hozir yaqinda shartnoma qildik xalqaro kompaniya bilan. Aynan design engineering yo'nalishida mashinalarni tuning qiladigan kompaniya bilan shartnoma tuzganmiz. Xudo xolasa yaqinda ishni boshlaymiz u kompaniya bilan, ya'ni Dubayda o'zida. Demak, siz o'sha avtomashinalarni detallarini yasab berasiz. Keyin ular ishlab chiqariladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni interior, exterior detallarini, ya'ni dizaynini chizib beramiz. Asosan karbon bilan ishlaymiz, ya'ni karbon production uchun biz detallarni chizib beramiz. Tushunarli. 3 yildan beri ishlayapman dedingiz. Men bilan ish boshlaganingizda 3 yil bo'lgan. Shunaqa. Demak, o'sha kurs tugatishingiz bilan bizga kirganmisiz? Ha, kurs 3 oylik kurs o'qiganmiz o'sha paytda. O'sha payt kursni tugatishimiz bilan imtihon asosida Yamoga, ya'ni Dizipro. Biz o'zimiz ishga tizim Yamo edi nomi. Yamoda ishga qabul qilinganmiz. Sizlar bilan yarim yildan oshiq muddat birga ishladik. Undan keyin meni o'qishim boshlandi. Shu sabab asosan o'qishga e'tibor berishga majbur bo'lib qoldim. Bo'ldi, zo'r. Men esladim to'laqonli o'sha o'qish masalasi bo'yicha ketdingiz. Xo'p, mana 3 ta modelingga kirib keldingiz. Mana kirib kelishingizdan oldin nima ish bilan shug'ullangansiz? 3D modelingga kirib kelishdan oldin faqat o'qiganman aka. Faqat o'qish bo'lgan. Ya'ni boshqa kasbingiz bo'lmagan. Yo'q, boshqa oshpazlik bo'lgan. Oshpazlik bo'lgan. Oshpaz kasbida bo'lgan. Ota kasb desam bo'laradi, bu kasb. Ishlaganman bu yo'nalish bo'yicha. Mana bizda, masalan, meni o'zimda bu narsa haqida ko'p podkastlarda gapirganman. Mendagi 3 ta Max programmasini ko'tarish uchun kuchli kompyuter kerak bo'lgan. Bu hammaga, masalan, juda ko'pchilikda uchraydigan muammo bu. Ya'ni bu sohaga kirishdan oldin taxminan shu 1000-1200 dollardagi atrofdagi kompyuter yoki notebook kerak bo'ladi. Va men bu pulni o'sha grafik dizaynerlikni o'rganib, uni orqasidan shu oddiy kompyuterim bo'lgan, adam bergan va u kompyuterda shu 60 ming so'm, 70 ming so'm, 50 ming so'm ishlarni qilib men 1 yil davomida kompyuter yig'ib olganman. Va sizda 3 ta Max o'rganishga, 3 ta print, o'sha 3 ta modelingni o'rganishga qanaqa to'sqinliklar bo'lgan? Masalan, notebookingiz bo'lganmi? Qanaqa erishgansiz unga? Shu kirib kelishingizni, ketmayotligini menga aytib bering. Kirib kelishim aka to'g'risi juda qiziq bo'lgan. Oshpazlikdan? Yo'q, oshpazlikdan kirib kelganman. Ya'ni men Toshkentga To'g'ri Politexnika universitetiga birinchi kursga topshirganman, o'qishga qabul qilinganman. 1 yil o'qidim, kontrakt qimmat bo'lgani uchun 2-yil kontraktga biroz oilaviy sharoit sabab imkoniyat bo'lmadi. O'sha payt akademikga olishga qaror qildim. Ya'ni 1 yil o'qishimni to'xtatib turmoqchi bo'ldim. Akademikga oldim. Men Qo'qonga qaytib ketdim. O'sha Qo'qonda yurgan paytim aynan sizni videolaringizni ko'rib qoldim Dizipro haqida. Men o'yladim, что yana 1 yildan keyin men agar o'qishimni tiklaydigan bo'lsam, men uchun bu eng ideal kasb bo'la oladi. Ya'ni men o'qishdan qaytgan paytim onlayn ishlay olaman bu kasb bilan. Ya'ni ham o'qishga ham ishga ham vaqtim bo'ladi deb o'ylaganman. Shu sabab 3D modeling kursini o'qiyman deb o'zimga niyat qildim. Lekin u paytda menda instrument bo'lgan, ya'ni aytganingizdek kompyuter yoki notebook bo'lmagan. O'sha payt men Toshkentga keldim. Ya'ni magazinda sotuvchi bo'lib ishladim, продавец konsultant bo'lib. Bu yog'iga men o'ylamagandim, что ishim juda ham yaxshi bo'lib ketadi dedim. Men что 5-6 oy pul yig'ib kompyuter olaman, keyin o'qishim boshlanguncha kursni o'qib tugatib olaman deb o'ylagan edim.
Bir oy ishladim. Keyingi oydan o'sha magazinlar 36 ta magazinlar tarmog'ida самый лучший продавец, ya'ni eng yaxshi sotuvchi bo'laman. Ya'ni ikkinchi oyda o'zida men uchun juda ham kutilmagan oylik chiqdi. Ya'ni bemalol ikkita kompyuterda olsa bo'ladigan oylik chiqdi. Ha, zo'r. Men o oylikni olishim bilan malikaga chiqib o'sha Kompyuter o'rgansiz. ertangi kuni chiqib kompyuter olganman. Kursga to'la o'qiganman. Kurs o'qish davomida yana 6 oy ishimni davom ettirganman, magazindagi ishimni. Keyin kurs tugatib sizlar bilan birga ishlaganmiz. Shu bilan boshlanib ketdi. Boshlanib ketganmiz. Xo'p, o'rganish jarayoni. Mana menda men zavodda ishlayotgan vaqtim bo'lgan. Menga o'sha 3 ta modelingni o'rganish imkoniyati berilganda, men ikkilanmasdan ishimni tashlaganman. Lekin qolganlarga maslahat bermayman. Chunki ko'pchilik eplab keta olmasligi mumkin. Meni holatim bu istisno bo'lishi ham mumkin. Ya'ni tashlab ketasiz, keyin afsuslanasiz. Men shu ishdan bo'shadim. Birinchi marta o'sha 3 ta Max programmasini men ochganimda undagi interfeyslarni ko'pligini ko'rib ichim shuv qilganda, Qo'rqitgan. voy, nima qilib qo'ydim deganman-da. Ya'ni o'rganishni birinchi boshlagan kuni menda qo'rquv paydo bo'lgan, chunki men uchun juda ham tushunarsiz bo'lgan. To'g'ri, men masalan undan oldin montaj o'rganganman, undan oldin Photoshop dasturlarini o'rganganman, lekin mana bu 3 ta modelingdagi, 3 ta Maxdagi programmadagi interfeys shunaqangi qo'rqinchliki, odam qo'rqitadi. Keyin bir haftadan keyin o'rganib o'zim majburlab, chunki odam bir narsaga erishish uchun unga bosim kerak. Shunaqa. Odam bosim bo'lmasa, u bilasiz, ko'laram bosim ostida olmosga aylanadi. Hamma narsada, masalan, odamga nimaga rivojlanish uchun unga bosim kerak. Menda faqat shu yo'l bo'lgan. Orqa yo'l bo'lmagan. Yo o'rganasan yoki bo'l ishsiz qolasan degan narsa bo'lgan. Va majbur bo'lganman, bir haftadan keyin qo'limdan nimadir ish kelgandan keyin men uni yaxshi ko'rishni boshladim. Vaholanki men uni oldin yaxshi ko'rganman. Lekin o'rtadagi qo'rquv nimadan yo'qolgan? Qo'limdan nimadir ish kelgandan keyin yo'qolgan. Sizda qanaqa bo'lgan? Mana ochganingizdan keyingi taassurot qanaqa bo'lgan? Va bir oydan keyingi taassurot qanaqa bo'lgan? Menda o'zi bu sohani boshlashimdan oldin adaptatsiya o'sha o'zimga moslashtirib olganman. Ya'ni kompyuterim yo'q. Ya'ni instrumentim bo'lmagan paytda ham ishdan kelardim. YouTubedan videolarni prosta ko'rib o'tirardim. Ovqatlangan paytda yoki boshqa paytlarda. O'shanda ham Deziproni YouTube kanalida 15 ta adashmasam bepul darsliklar bo'lardi. 24 ta. 24 ta bepul dars bor, O'sha darslarni 5-6 marta ko'rib chiqqanman o'sha payt qayta-qaytadan. Что ertadan keyin men boshlamoqchi bo'lgan soham o'zi aslida qanaqa soha? Men u narsani qila olamanmi? Psixologik o'zimni tayyorlab, aslida bu soha men uchunmi? Ertadan keyin bu sohani o'zimni yaxshi ko'rgan sohamga moslashtirib keta olamanmi? Shu tomonlarni ko'p o'ylaganman. O'shaning uchun o'zi men kurs boshlamasimdan oldin, instrumentim, kompyuterim bo'lmasidan oldin ham YouTubedan har xil darslarni ko'rib o'tirardim. Bu sohani o'shaning uchun boshida kurs boshlagan paytimizda boshlab ketish osonroq bo'lgan. Ya'ni moslash osonroq bo'lgan. Xo'p, endi masalan 3 ta modeling o'rganib pul topish yo'llari ko'p. Masalan, men o'zim birinchi shug'ullanganim uy jihozlari, ya'ni mebellar yasab, men ularni trade.ru degan platforma bor, yo'qda SNG bo'yicha, dunyo bo'yicha juda ham ko'plab interior dizaynerlar u platformada o'tiradi. Biz ularga dunyodagi bor mebellar yasab ularga sotamiz. $2 5, 6, 7 dollargacha, $2 7 sotiladi va biz bitta mebelni masalan minglab marta sotganlarim bo'lgan. Va birinchi daromad topish yo'li shu. Ikkinchisi bu o'sha platformalar orqali, freelance platformalar orqali topasiz. Keyin Instagramga portfolio qo'yishingiz bo'ladi va biz shunaqa usullarni qilganmizki, hattoki mana dunyodagi motion dizaynerlarga, ularga baribir 3D model, 3 ta modellar kerak-ku. Biz ularga o'zimiz taklif qilardik. Mana biz mana bunaqa ishlar qilamiz. Senga kerak bo'ladi bizga. Bunchadan qilib beramiz deb turib, masalan, juda ham ko'p buyurtmalar olganmiz. Siz platformani sotib ko'rganmisiz? Trader.ru saytida sotib ko'rganman men ham. Xo'p, shundan boshlagan. Men chunki hammaga shundan boshla deyman. Sababi u yoqda moderatorlar bor-ku. Sizni ishingizni, mana masalan, men modelchilarga maslahat beraman. Siz agar modelchi bo'lsangiz, o'zingizni modelchiman deb hisoblaydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda o'sha platformaga model yuklab ko'ring. Moderatsiyadan o'tdi desa, malades deyman.
omadingizni bersin deyman. Chunki u yoqdagi moderatorlar modelni sifatiga qaraydi, uni rangiga qaraydi, materialga qaraydi, sochniyligi, sifatiga qaraydi, o'tkazadi. Men masalan o'tkiz deyman, marrasaniki deyman. Birinchi navbat shuni o'tkazib olish kerak. Siz bu ishni uddaladingiz. Shunaqa. Xo'p. Keyin nimaga shu yo'nalishga ketmadingiz? Men kurs tugatganimizdan keyin o'sha 3D saytiga model yuklab ko'rganmiz. Boshida menda ham bir oy, bir yarim oy modellar o'tish qiyin bo'lgan, ya'ni Qiyin bo'ladi boshida, ha. Keyin sekin teksturalarida yaxshiroq ishlab, modellar sifatida yaxshiroq ishlab, birinchi modelni o'tkazganimizdan keyin u yog'iga yaxshi bo'lib ketgan modellar o'tishi. 70 taga yaqin model yuklaganmiz o'zim akkauntimga. Undan keyin menga proyektlar bo'yicha takliflar tushdi. Qayerdan tushgan? O'zimiz o'qishimizda birinchi proyektlar o'zimiz o'qishimizdagi bolalar kursdoshlarimiz, ya'ni ilmiy loyihalar bo'yicha ishlashardi. O'shalardan taklif tushgan. Ular bilan birinchi marta ishlab ko'rdim, ya'ni Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchun xavfsizlik ishlama yasab berganmiz. O'sha loyihani o'zi aynan menga injiniring sohasiga, bu sohani olib kirish mumkinligini tushuntirgan. Mana o'zi ko'p mana shu muhandis sohasida yurgan bolalar bilan tanishib qolsam, men aytamanki, 3D modeling o'rgan, chunki sen o'zingni g'oyalaringni ko'rsatib ber. Chunki agar muhandis 3D modeling o'rganadigan bo'lsa, u mana hozir 3D printerlar rivojlanyapti va ertaga o'sha hozirdan boshlandi-ku, sun'iy intellekt robotlarga integratsiya bo'ladi. Ana undan keyin biz yangi anoni ko'ramiz, yangi davrni ko'ramiz. Bu o'ylaymanki, ancha rivojlanish bundan keyin tezlashib ketadi deb o'ylayman. Shuning uchun mana muhandislarga maslahatim, albatta 3D modelingni o'rganishni men tavsiya qilaman. Ayniqsa muhandislarga, chunki baribir ular u kasbga nisbatan boshqaga nisbatan bog'liqroq. To'g'ri aytasiz aka. O'sha menda hammasini o'zgartirgan nuqta, ya'ni aynan bu sohada meni rivojlantirgan joyi deb aytsam bo'laradi. Bemalol o'sha ilmiy loyiha bo'lgan, ya'ni Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchun, kuchuklar uchun xavfsizlik ishlama, ya'ni buni asosiy vazifasi nima bo'lgan? Odam kirishi xavfli bo'lgan, ya'ni odam uchun xavfli bo'lgan joylar yoki qulagan binolar, zilziladan so'ng qulagan binolarning ostiga odamlar kirish xavfli bo'lsa, u yoqdagi odamlarni qutqarish uchun birinchi o'rinda itlar kirgiziladi. Shu holatda u shlemning vazifasi teplovizorli kamerasi, skaneri aniq geolokatsiya bo'yicha joylashgan joyini aniq ko'rsatib beradi. O'sha loyiha bo'lgan, menda asosiysi 3D modellingni injineringga bog'lash. Shundan keyin men ilmiy loyihalar bo'yicha ko'p ishladim. Bolalar bilan ilmiy loyihalarni modellashtirish bo'yicha ishladim. 6 oydan oshiqroq, yarim yildan oshiqroq muddat birga ishladik. Undan keyin o'zimiz soham bo'yicha, ya'ni avtomotiv injinering, ya'ni avtomobil muhandisligi bo'yicha o'zim juda qiziqaman, shu soha bo'yicha o'qiganman. Shu sabab o'zimiz soham bo'yicha sinab ko'rishga qaror qildim. Aynan 3D modeling yo'nalishini. Birinchi marta mashinani modelini yasab ko'rdim. U paytgacha yasab ko'rmagandim. 2 haftada yasadim. O'rganib, detallari ko'p bo'lgani uchun 2 haftada birinchi mashinamni yasadim. Bu menga boshqacha emotsiya berdi. Bu soha meni yo'nalishimga juda ham zo'r asqotadi. Menda qiziqish ko'proq dizayn bo'yicha, ya'ni mashinalarning dizayni bo'yicha bo'lgani uchun o'sha paytda men uchun juda ham zo'r yangilik bo'ldi bu narsa. Undan keyin o'sha men mashinalarni yana ham ko'p yasashni boshladim. Bu narsalarni har xil injenerlarga, o'zimiz o'qishimizdagi professorlarga ko'rsatishni boshladim. Undan keyin ular tavsiya qilishdi, ya'ni dizayn injener bo'yicha ishlashdi menga. Bu soha bo'yicha yaxshi talab borligini, imkoniyatlar borligini aytishdi. Undan keyin ko'p kompaniyalarga topshirishga harakat qilib ko'rdim. Ularning ichida bitta yaxshi tuning kompaniyaga ishga kirdim. O'zbekistondagi eng kuchli injenerlar bilan birga ishlash, malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'ldim. Xo'p, qaysi kompaniya?
eng kuchli injenerlar yig'ilgan. Nomi sir bo'lib qo'ya qolsin. Bu kompaniya asosan karbon elementlari bilan mashinalarni tuning qilishadi. Ya'ni karbon detallar bilan eksteryer, interyer bo'yicha. Shu kompaniyada eng katta tajribamni shu kompaniyadan olganman. Ya'ni bu soha, ya'ni dizayn injenering yo'nalishi bo'yicha. Shu kompaniyada olgan tajribalarim bilan 3D dizaynga bo'lgan qiziqishim sabab hozirda o'sha xalqaro kompaniyaga Dubayga ishga kirdim. Uni kimdir siz u yoqdan sizga kimdir tavsiya qildimi yoki siz o'zingiz chiqdingizmi ularga? Men o'zim chiqdim boshida. Portfolio bilan chiqdingiz. Portfolio bilan chiqdim. Chunki menda portfolio 3 yillik portfolio bor edi. Undan tashqari qilgan ishlarim juda ham ko'p edi. Aynan avtomotiv injenering yo'nalishida. Aynan shu sohada. Aynan shu sohada juda ham ko'p ishlarim bor edi. Portfolio bilan chiqdim. Suhbat bo'ldi. Google Meet'da suhbat bo'ldi. Shartnoma qilindi. Xudo xolasa ishda boshlaymiz. Nasib qilsin. Dubaydagi kompaniya haqida gapiradigan bo'lsam, u kompaniya asosan flagman mashinalar bo'yicha ishlashadi, ya'ni sportkarlar bo'yicha, qimmat mashinalar bo'yicha. U kompaniya xuddi Mansory, Brabus, Navitek, Larte kompaniyalariga o'xshagan mashinalarni dizayni bo'yicha tuning qilishadi. Ko'p kompaniyalar bilan shu sanab o'tgan ko'p kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlashadi. Hamkorlikda ishlashadi. Shu kompaniyada aynan dizayn injenering yo'nalishi bo'yicha ishga kirganman. Juda zo'r. Demak siz o'sha Brabus, Mansory kabi kompaniyalarga elementlar yasab berasiz. Tuning uchun. Xuddi shunga o'xshash, ya'ni hamkorlikda ishlaydigan kompaniya, ya'ni birgalikda dizaynlar bo'yicha ishlashadi, aynan karbon detallar bo'yicha dizaynlarni birga chiqarishadi, ishlab chiqarishadi. Masalan, O'zbekistonda mana o'zingiz yasagan shu detallarni ishlab chiqarib hayotda ko'rganmisiz? Ko'rganman. Bu boshqacha. Bu emotsiya juda ham Bu boshqacha. Chunki masalan biz ham 3D printerda narsalar chiqarsak, qo'limizga ushlab ko'rganimizdan keyin boshqacha his bo'ladi-da. Hattoki mana model yasab uni rang berib render qilasiz-ku, o'shani o'zi boshqacha. Oxirgi natijani ko'rasiz. Mana render katakcha bo'lib tugaydi-ku, ana o'shani o'zi sizga boshqacha emotsiya beradi. Ana undan keyin uni ishlab chiqarsangiz, hali uni odamlar qolib olib undan ko'paytirsa, bu boshqa. Bu boshqacha his. Siz ishlagan dizayn bo'yicha odamlar u narsani ko'rsa, odamlarga u narsa yoqib turganini ko'rsangiz, u shunaqa. Chunki masalan biz ham o'sha tadruvda Artyom Google degan bola bo'lardi. Akkaunti QQVVV edi. U hamma biladi uni, hamma biladi. U o'sha platforma rivojlanishiga katta hissa qo'shgan odam. Lekin bitta modelni 8 soat, 9 soatdan yasardi. Detallariga ahamiyat bersardi-da. U bola o'sha vaqtning o'zida bir 15-20 ming dollar topardi o'sha buyurtmalardan. Keyin u platformadan chiqib ketgan. Chunki u platformada model sotishda bitta minus tomoni shundaki, u yoqda har doim model sotasiz-ku. Zona komfortiga tushib qolasiz. Chunki och qolmaysiz. Mana har kun bilasiz, mana har kun keladigan 30-40 dollar pulingiz bor. Har kun. Agar kattaroq modellari bo'ladigan bo'lsa, masalan bizda kuniga 150-200 dollar har kuni pul tushardi. Va o'ylab qarang, bu 5,000-6,000 dollar bitta bola uchun shunaqangi daraja yetarliki, u och qolmasligini, ertaga albatta pul tushishini bilgandan keyin u rivojlanishdan to'xtab qoladi. Va men shuning uchun mana shu 3 ta modelchilarga maslahat berardimki, boshlanishiga pul topish uchun platformalar zo'r. Ya'ni u yoqda siz o'zingizni ishingizni yuklaysiz, sotib oluvchi odamlar sotib oladi. Lekin siz uni orasida kuchli, ya'ni kattaroq ishlar qilib, ular uchun siz masalan bitta modelni 5,000 dollar, 10,000 dollar siz hech narsa emas. Masalan, diskalar yasaganmiz. Hech narsa emas. Ya'ni ishlab chiqaruvchi uchun bu hech narsa emas. Biz masalan katta kompaniya ishimiz mumkin-ku, lekin kichik ishlab chiqaruvchilar bor. Bizda O'zbekistonda mana Damas mashina yasab berganmiz. Xitoydan ishlab chiqaradi. Telefonlar yasab berganmiz. Ko'p narsa xullas. Aytamasak, juda ham ko'p narsalar bor. Ishlab chiqarish uchun bizda yasatib ketishgan. Har bitta model uchun mana 2,5 ming dollar, 3 ming dollardan berishgan. Bir kunlik ish. Bir kun uchun berishgan va ular kimni tanlaydi? Ular rostdan ham shunchaki model yasash emas, u model ishlab chiqarilishi kerak. Ana shunaqa modelchi bo'ladigan bo'lsa, 10 ming, 50 ming dollargacha men zakazlar ko'rganman.
buyurtmalar bo'lgan. O'yin uchun, ishlab chiqarish uchun ham mo'ljallangan bo'lishi kerak. Bitta personaj $50,000 pul to'lashgan. Ya'ni u buyurtma bizga nasib qilmagan. Biz keyin bilganmiz. Lekin O'zbekistonda professional modelchilar bor. Bitta buyurtmasiga shunaqangi katta summalar oladi. Uning uchun professional bo'lish kerak. Ha, u zakazni masalan, u buyurtmani boshqa bolalar ham qila olishi mumkin. Qila oladi ham. Bitiruvchilar qila oladi. Lekin unga ishonishmaydi. Sabab bor. Sababi u feedbacklarga javob berish kerak. Shunaqa. U oxirigacha tugatib berish kerak va u yasagan model ishlab chiqarilishi kerak. Buning uchun ko'nikma, bilim, tajriba juda ham ko'p narsalar kerak bo'ladi. Shuning uchun portfolio, men har doim aytaman, portfolio inson uchun juda ham muhim. Bu 3 ta modelingni emas, u montaj bo'ladimi, grafik dizaynerlik bo'ladimi, sun'iy intellekt bo'ladimi, u insonda har bittasini portfoliosi bo'lishi kerak. Chunki inson bilan birinchi marta gaplashayotganingizda, mana meni oldimga ham bolalar kelishadi. Ish so'rashadi, ish kerak deyishadi va birinchi men undan so'raydigan narsam portfoliosi. Agar portfoliosi menga yoqsa, u bilan chuqurroq tanishaman. Chuqurroq gaplashaman. Ishlarini ko'raman, chuqurroq savollar beraman. Men unda nisbatan o'sha ishimizni kelajagini masalan ko'rishim kerak. Agar portfoliosi oddiy bo'lsa, unga yana qo'shimcha bilimlar keladigan bo'lsa, u bilan suhbatni davom ettirmasdan faqat unga maslahat berishim mumkin. Mana bu ishni qilishing mumkin deyman va suhbatimiz shu yerda u bilan tugaydi. Lekin portfoliosi kuchli bo'ladigan bo'lsa, albatta u bilan uni qo'yib yuborgisi kelmaydi. Mana bitta oddiy narsani aytaman. Bir tanishim u interyer sohasida. Lekin bizda o'qimagan, interyer sohasida. U bola o'zi talant. Ya'ni o'zini ustida shunaqangi darajada ishlaganki, hech qaysi o'quv markaz bunaqangi sifatli vizualizatsiya bilan chiqarib bera olmaydi. Interyer bo'yicha o'zini ustida ishlagan. Va shu O'zbekistondagi eng katta o'sha interyer agentliklarining biriga borganda shunday oshga olgan. Ish joyi bo'lmasa ham imtihonsiz. Biz bizda birov ishlab ko'r deydi-ku, unaqalarsiz. O'sha kelgan, portfoliyoni ko'rsatgan, o'sha kun ishga kirgan. O'sha kunni aytibsizlar. Ha, men bir 6 oy oldin so'raganimda $3,000 oylik berishadi deyshodi. Balki hozir undan ham ko'pdir. Chunki u haqli, $30,000-40,000 topishga haqli. Unaqa bilim bilan. Va eng qizig'i, o'sha vizualizatsiya 3 ta max dasturda qilinadi. Ya'ni o'sha programmada modeling ham qilish mumkin, interyer ham qilish mumkin. Ya'ni dunyodagi o'sha reklama roliklar bo'ladimi? Masalan, men Mercedes-Benz'ni ko'rganman, o'sha 3 ta maxda reklama roliklar qilinganligini. Biz ko'rayotgan hamma ishlab chiqarilgan narsalar, elementlar, detallar avvalambor 3 ta model yasaladi. Va buni hamma tushunib olish kerak. Va bu sohada nima uchun masalan ommalashmagan? Chunki bu sohada pul topish uchun, ko'p pul topish uchun professional bo'lish kerak. Shunaqa. Oyiga $500 topa oladimi? Kursni bitirib topa oladi. Shunchaki oddiy formula. Kursni bitiradi, oxirigacha bitiradi va har kuni bitta modeldan yasab turib yuklab boradi. Bo'ldi. Masalan, 200 ta model, necha pul topgansiz? 70 ta model bilan. 70 ta model bilan o'sha paytda $700 gacha chiqqan. $700. $700 gacha chiqqan 3 oy vaqt ichida. 3 oy $700 chiqqan. Modellar zo'r sotilgan boshida. Ha. Undan keyin men real proyektda bo'yicha o'tganim uchun uni yaqin o'rtog'imga berganman akkauntni. U davom ettirib ketgan keyin. Juda zo'r. Agar 70 ta model 3 oyda $700 chiqqan bo'lsa, demak ko'p modellar topga chiqqan ekanda. Ko'p modellar chiqqan. 5-10 tasi topga chiqqan edi o'sha paytda. Ha, chunki topga chiqish juda ham muhimda. Chunki topga chiqqandan keyin siz yuzlab sotasiz. Shunaqa. Bizda ham masalan 25,000 ta modelim bo'lgan bo'lsa, 25,000 ta model akkauntlarim bo'lgan bo'lsa, o'sha yuzlab modellar, ya'ni raqamga qarab, yuzlab modellar topga chiqqanligini hisobiga bizda sotuv juda zo'r bo'lgan. Hattoki bitta model Xitoy saytida bir $5,000 olib kelgan. Bitta modelning o'zi $5,000 olib kelgan. Bizda unaqa modellar, ko'p yasaganingizdan keyin tabiiyki qaysidir modellar juda ham katta nima deydi, topga chiqib ketadi. Topga chiqib ketadi. Xo'p. Professionallarga odamlar ishonadi-ki, ya'ni o'sha paytda Yamoda ishlaganimizdan keyin men o'qishim boshlandi. Undan keyin o'sha Dezi Proda birga o'qigan bolalar bilan 5 kishi birga bo'lib komanda qilganmiz. Komanda nimadir proyekt qilmoqchi bo'lganmiz, ya'ni internet dizayn bo'yicha yoki modeling yo'nalishi bo'yicha. Biz o'ylaganmiz yoki bitta akkaunt ochib, hammamiz o'sha akkauntga model
yuklashdi sayt orqali. Ha, unaqa bo'lmaydi. Men Ha. hozir aytib ko'ray. Ya'ni qaysidir 3 ta modelchi bolalar yig'ilib, 2 ta bola, 3 ta bola yig'ilib, "Sen yasa, men render qilaman, birga sotamiz" degan narsa o'xshamaydi. Shunaqa bo'lgan. Rostdan o'xshamaydi. Hozir aytaman. Ha. Davom eting. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Keyin o'ylaganmiz, bu paytda, ya'ni bundan 2 yil oldin 3D printerlar hali ommalashmagan payt bo'lgan. Talab bor, lekin ommalashmagan payt bo'lgan. Ya'ni qaysidir detallarni ishlab chiqarib bo'lmaydi yoki zakaz qilish qimmatga tushadi. Shu sabab 3D printer olib detal chiqarishga qaror qilganmiz. 5 kishi hammamiz pul yig'ib o'rtada 3 ta 3D printer olganmiz. Nech puldan? O'shanda $420 yo $450 atrofida oluvdik. Ana ochiq printermi? Ochiq, ha. Ochiq printer. U paytda filamentlar topish ham qiyin bo'lgan boshida bizda. Filamentlarni topib, printerlarni olib e'lon berishni boshlaganmiz. OLXga 3D printer xizmati bo'yicha. Undan keyin bitta yaqin og'aynimizni tanishi, ya'ni usta aka bizga aloqaga chiqishgan. Ya'ni Matizlar yoki Sparklarga monitorlar bor. Bilsangiz, o'sha monitorlarni ramkasini yasash kerak bo'lgan. Xitoydan ular monitor olib kelgan, katta miqdorda, kolичествоda. O'sha monitorlar uchun ramka yasashimiz kerak bo'lgan. O'sha zakaz tushib qolgan. Biz 3 ta mashinaga yasaganmiz. Matizga, Sparkga, Cobaltga. Nechtadan yasagansizlar? O'shanda bitta Matizga eng ko'p yasaganmiz. Ya'ni Matiz arzonroq bo'lgani uchun ko'pchilik qiziq qo'ydiradi. Monitori ham oddiyroq Matizlarda. O'shaning uchun Matizga o'shanda 300 tadan oshiq yasaganmiz. Sparkga ham taxminan shunaqa, Cobaltga 100 ta yasaganmiz. O'sha bizga taxminan $3000 ga yaqin foyda olib kelgan. Printerdan eng katta olgan birinchi foydamiz bo'lgan. Printer pulini bir 2 barobar chiqaribsizlar. 2 barobar bo'lib chiqqan. Undan keyin o'zi sekin 3D printer bo'yicha zakazlar ko'payishni boshlagan. 3D printer bo'yicha ham 1 yilga yaqin o'sha 5 ta bola birgalikda ishladi. Hozir ham men bolalardan ko'p so'rayman. Mana buyurtma oladigan bolalar bor-ku, mana bizda ofisimizda alohida ofis qilib berganman ularga. 15 tacha, 16 tacha bola o'tirishadi. Va boshqa bolalar bilan gaplashsam, ularning asosiy buyurtmasi o'sha 3 ta printer uchun. Freelance platformalarda ham xuddi shunaqa narsa. Ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan modellar so'rashadi. Shunaqa. Ya'ni STL formatdagi printerga mo'ljallangan modellar so'rashadi va o'ylaymanki bundan keyin faqat o'sadi. Faqat o'sadi. Chunki ishlab chiqarish, rivojlanish, bu yog'iga mana robot texnika avjiga chiqib ketyapti, anav qilish bo'yicha, rivojlanish bo'yicha va o'ylaymanki bundan keyin faqat o'sish bo'ladi anav bo'yicha. 3 ta modeling bo'yicha. Xo'p, men sizga savol beraman. Shaxsan sun'iy intellektdan foydalanib ko'rdingizmi? Sun'iy intellektdan foydalanib ko'rdim. Qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Sun'iy intellektdan aynan qaysi yo'nalishda foydalandim? Aynan hozirgi paytda bironta detalni rasmini yuklasangiz, uni 3D modelini chiqarib beradigan sun'iy intellektlar bor. Endi setkasi buzilgan bo'ladi, u o'zining alosi bo'yicha. Ya'ni taxminiy, masalan, oldidan tashlaydigan bo'lsangiz, u orqalarini yasab beradi, siz uni ustidan yasashingiz uchun qulay bo'ladi. Shunaqa ekan. Shunaqa, ya'ni uni lekin ishlab chiqara olmaysiz. Ishlab chiqara olmaysiz uni, faqat vizual ko'rish uchun. Shunaqa. Chunki biz ham ishlatib ko'rdik, hattoki o'zimiz ham yaqinda o'zimizning sun'iy intellekt platformani qilyapmiz. O'sha bolalar boshlashgan u bo'yicha. Biz o'zimiz rostdan ham ishlatib ko'rdik. Xitoyga ekan. Yasab berdi, lekin mana bu chuqur detallarni buzib tashlaydi. Biz faqat foydalanayotganimiz bitta model yasamoqchi bo'lsak, uni orqadan, yondan, tepadan ko'rinishlarini bilib olish uchun sun'iy intellekt kirityapmiz va tushunib olish uchun. Yordamchi instrument. Yordamchi, foydalanasiz. Shuning uchun aytmoqchimanki, kimdir ertaga sun'iy intellekt bu kasbni olishi mumkin-ku deb o'ylasak, unaqa bo'lmaydi. U faqat bizga yordamchi bo'ladi. Masalan uchun sizga buyurtma beradigan odam uni ishlata olmaydi. Uni ishlash uchun u Max programmasiga olib kirish kerak, modelchi bo'lish kerak. Uni modelchi bo'lmasa boshqa odam ishlata olmaydi. Unga ham bilim kerak. U shunchaki yozib turib qilinadigan narsa emas, uni ustida texnik ishlash kerak. U matn emaski, yozib turib hal qiladigan narsa. U uchun 3 ta modelchi bo'lish kerak. Shuning uchun men aytamanki, bu sohada yurganlar
umuman xavotirlanmasa bo'ladi. Yana bitta tomondan sun'iy intellektda aynan 3D modelingga moslashtirsa, ya'ni yordamchi instrument sifatida ishlatsa bo'ladi. Ya'ni hozir men ishlab turgan sohamda injiniring sohasida hozirda Confy UI degan sun'iy intellekt bor. Ko'rgan bo'lsangiz, rasm generate qilishadi u yoqda. 3D modellarni ham generate qilsa bo'ladi. Ya'ni rasmdan 3D model chiqarib beradi sun'iy intellektdan. Ya'ni oddiy mashinani rasmini u yoqga yuklab turib, ya'ni prompt yozasiz. Ya'ni yoniga yana bitta, misol uchun qaysi mashinani dizayniga o'xshatmoqchisiz. Ya'ni ko'proq, masalan 30-40% klient xohlaydi, mana mashinaga yaqinroq bo'lsin dizayni yoki men mana bunaqa narsa xohlayapman, shunga o'xshagan bo'lsin ko'rinishi. Promptda yozib o'tganda shunaqa mashinaga yaqinroq bo'lsin, generate qilasan bu narsani. Misol uchun Nexia 3 deylik. Nexia 3 da tipa xuddi BMW ni ABSga o'xshagan ABS xohlayapti klient. Bu narsani siz Confy UIdan chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni klient sizga kelib shu narsani men xohlayapman desa, unga примерно 7 ta 8 ta variant berishingiz uchun siz ancha vaqt ketib qoladi. Ya'ni har bittasini modelini yasab chiqqani. Sun'iy intellektdan foydalanib siz klientga rasm ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni rasmlarni chiqarib 15 ta 20 ta narsani 1 soatda chiqarishingiz mumkin. Yoqqanini yasab berasiz. Yoqqanini yasab berasiz yoki juda zo'r. Aynan masalan 20 ta har xil variantlarni klientga ko'rsatdingiz, undan 3 tasi yoqdi. Misol uchun bundan oldi spoileri bunaqa bo'lsa, kapoti bunaqa bo'lsin desa, sizga osonroq bo'ladi. Kapotini bundan olaman, spoilerini bundan olaman deb turib, umumiy jamlab 3D modelini yasagani, aynan klient nima xohlab turganini chiqarish osonroq bo'ladi. Ya'ni ham vaqtdan ekonom bo'ladi, ham klient ham o'zi xohlab turgan natijani sizdan ola oladi. Ham arzonga ham aylanadi unga. Ham unga arzonga ham. Chunki qayta o'zgartirish bu 3 ta modelingda pul turadi. Xuddi shunaqa. Chunki har bitta biz detallar har bittasi vaqt talab qiladi. Chunki. Xuddi shunaqa. Xo'p, Abubakir, men bitta savol beraman. Bu o'zimdan kelib chiqib beraman. Xo'p, bu kasbga kirish sizga nima berdi? Masalan, mana qanaqa bo'lgan? Men bu sohaga kirganimdan keyin men endi har xil loyihalar boshlab yurardim, orada $3000 qarzga kirib qolganman. Va o'sha qarzni uzaman deb interyerlikdan men modelingga o'tganman. Modelingni chuqurroq o'rganib, o'sha modellar yuklab, oyiga $50, $200, 300 bilan o'sha qarzimni uzganimda men $100 dan $1000 topadigan bolaga aylangan bo'lganman. Va buni orqasidan keyin o'sha boshqa loyihalarga kirib, networking bo'lib, tanishib, shu bilan meni hayotimni tubdan o'zgartirgan bu soha. Men shuning uchun men bu sohadan rostdan ham ketgim kelmaydi. Shuning uchun menda boshqa loyihalar bo'lgan taqdirda ham men asosiy o'sha 3d.com degan startap bo'yicha sizga ko'rsatdim. Shu bo'yicha ketyapman va shu bo'yicha ketmoqchiman. Siz rejalaringiz qanaqa? Va bu soha sizga nima berdi? Va kutganingizdek natija oldingizmi? Va keyingi rejalaringiz qanaqa? Bu soha to'g'risi men o'ylaganimdan ko'ra ko'proq natija berdi menga. Ya'ni men faqat bu sohada interyer yoki boshqa modellarni yasab yuraman deb o'ylaganman. Ya'ni furnituralar, mebellar, lustralar. Lekin bu soha umuman men o'ylamagan tomondan o'zim yaxshi ko'rgan sohaga meni olib kirib ketdi. Ya'ni aynan o'zimni sohamda aynan yo'nalishimni topishimga yordam berdi. Men injener bo'lishni niyat qilardim, lekin zavodda mashina yig'ish protsessida ishlashni xohlamasdim. Men mashina tayyor ishlab chiqarilgandan keyin ustida qilinadigan qo'shimcha ishlarni yaxshi ko'rardim. Ya'ni tuning ishlarini. Bu soha menga shu o'zim xohlagan kasbni topishga yordam berdi. Men boshida bu injineringni tanlaganimda faqat injener bo'laman, ya'ni qaysidir zavodda mashina yig'ish jarayonida yoki boshqa yo'nalishda qatnashaman deb o'yladim jarayonda. Lekin menda o'zimda что sevimli kasbni topishga yordam berdi. Ya'ni bitta podkastda aytib o'tganingiz aka, o'sha gapingiz menga juda ham yoqqan o'sha paytda eshitganimda. Inson qiladigan ishni sevish kerak emas, inson sevgan ishini qilish kerak degansiz. Ya'ni o'shanda o'zi xohlagan natijaga erisha oladi odam. Xuddi shunaqa bo'lgan menda bu 3D modeling sohasi men sevadigan ishni topishimga yordam bergan. To'g'ri tushundim, men juda zo'r.
Xo'p, kelajakda o'zingizni qanaqa ko'rasiz bu sohada? Nima rejalaringiz bor? Ketdingiz Dubayga. Men sizga maslahat beraman. Dubayga borsangiz o'sha ish jarayonlaridan blog qilishni boshlang. Blog yuriting. Chunki siz shunaqa ishlar qilingki, tashqaridagi boshqa ishlab chiqaruvchilar sizni professionalligingizga to'g'ri baho bersin. O'shanda ulardan kattaroq buyurtmalar ola olasiz. Ya'ni borligingizni bildiring. Ish jarayonlaringizni ko'rsating. Chunki men qaysi blog yuritadigan 3 ta modelchini ko'rsam chet elda, hammasini juda ham katta buyurtmalari bor. Ishlarni qo'yishadi. Va u ishlarni qo'yishadiki, narxini aytmaydi, lekin bilasizki uni qimmatligini. Shuning uchun sizga tavsiya, borsangiz blog yuriting, o'zi borligingizni bildiring, ishlaringizni ko'rsating. Xo'p, bordingiz deylik, ishlayapsiz, nima rejalar? Rejalar xudo xohlasa faqat rivojlanish bu soha bo'yicha, yana ham ko'proq tajriba orttirish, yaxshi katta kompaniyalarda ishlash. Hozirgi kompaniyam bilan 3 yillik shartnoma tuzganmiz. 3 yildan keyin nasib qilsa bundan ham yaxshiroq kompaniyada balki ishlash imkoniyati bo'lar. Ya'ni kelajakda o'zim tuning kompaniya ochishni niyatim bor. Ya'ni yaqin 5 yillikda balkim o'zim tuzgan dizaynlar bo'yicha flagman mashinalarda ishlash niyatidaman inshaalloh. Zo'r. Niyatingiz ijobat bo'lsin. Endi bizda bitta yangilik bor sizga. O'sha vaqtda bizda o'qiyotgan vaqtingizda biz modelingni aynan o'sha mebelga yo'naltirganmiz. Chunki nimaga uni tanlagansiz desangiz, bolalar tezroq o'rganib, tezroq daromadga kirishni xohlaganman. Va o'zlari keyin eplab boshqa modellarni eplab ketishini men ishonganman. Shuning uchun biz mebel bilan boshlaganmiz. Lekin hozirgi darsligimizda, ya'ni bu darslik siz o'sha vaqtlar orzu qiladigan darslik. Ochiq. Biza mana Sanjar aka bilan 20 yil tajriba, Biloldin degan bola bor, Jasur degan bola bor. Ya'ni bitta ustoz emas, bir 4 ta ustoz bilan darsni yangilaganmiz. U qanaqa desangiz, biz u yoqda mashina yasashni o'rgatganmiz. Detallari bilan, mashina, personajlar, o'yin uchun modellar, low-polylar, nima deydi, pistolet, avtomatlar yasashni o'rgatganmiz detallari bilan. Va bu o'sha vaqtda juda ham ko'pchilik, ayniqsa sizdagi bolalar orzu qilgan darslik bo'lgan va biz u darslikni hozir Dizipur o'quv markaziga qo'yganmiz. Ya'ni bitta ustoz alohida modellarni yasashni o'rgatadi, bitta ustoz unga alohida material berishni o'rgatadi, alohida programmada. Uchinchi ustoz uni render qilishni o'rgatadi. Har bitta yo'nalishda alohida ustoz bo'lgan va bilasiz, O'zbekistonda professional modelchilar mentorlik qilmaydi. Ya'ni ular shunaqangi buyurtmasi ko'pki, mentorlik qilmaydi. Lekin bizning o'quv markazimiz onlayn. Chunki biz nimaga unaqa qilganmiz? Chunki mana oddiy o'sha Deagle pistoletni o'zini yasashga 10 soat vaqt ketgan. Darslik 10 soat. Boshida o'sha 2-3 minutdan boshlangan, keyin o'sha katta model yasash uchun 10 soat, 12 soat vaqt ketadi. Siz uni offlayn qila olmaysiz. Ya'ni bunaqa darajadagi detallarni yasashni o'rgatadigan ustoz juda katta pul oladi. Chunki unaqa bilim o'rgatgan ustozni tabiiyki buyurtmalari ko'p bo'ladi. Va shuning uchun biz onlayn qilganmiz darsligimizni va men onlayn bo'lganligi uchun men sizni bir offer beraman sizga. Agar xo'p desangiz, o'sha o'quv markazimizga sizga alohida shogirdlar bersak va siz ularga mentorlik qilsangiz. Ya'ni tushunmagan joylarni so'rashadi. Aynan shu mashinaga qiziqadigan, mana shu podkastni ko'rib, mana mashina detallarini yasashni o'rganaman deb yozsa, aynan o'sha potokni sizga o'quvchi qilib bersak. Bemalol aka. Darsingni ko'radi, tushunmagan joyini, ijod tomonlarini sizdan so'raydi. Siz aynan mana shu podkastni ko'rib, mana shu podkastdan keyin men ham shu mashina yasashga qiziqaman, ishlab chiqarishga qiziqaman, detallar yasashga qiziqaman deb yozgan bolalarni sizga o'quvchi qilib biriktiramiz, siz ularga mentorlik qilasiz. Albatta, agar qiziqqan bolalarga yordamim tegsa shu soha bo'yicha o'zim faqat xursand bo'laman. Zo'r. Aynan mana shu podkast ko'rganlar sizga yo'naltirib beramiz. Bemalol aka, xudo xolasa. Xo'p, demak kelishdik. Kelishdik aka. Rahmat. Baraka toping. Xo'p, endi mana shu sohaga kirmoqchi bo'lganlar, kompyuter yo'qlar, kasbni almashtirmoqchi bo'lganlar, yoshlarga nima maslahat berasiz? O'zidan kelib chiqib maslahat bering. Chunki masalan sizning hayotingiz ko'pchilik hayotiga o'xshashi mumkin.
kimdir rostdan hozir mana juda ko'pchilik mana o'sha sohaga kirmoqchi bo'lganlar, man taniydiganlar kuryer bo'ladi, ofitsiant bo'ladi. Ular o'zini kasbini o'zgartirish ilinjida yuradi. Bu tabiiy. Va ular kirmoqchi bo'lsa, noutbuki bo'lmaydi. Shularga qanaqa maslahat berasiz bu sohani tanlashda? Aka, birinchi o'rinda o'sha paytda o'zimdan misol qilib o'tib ketaveraman yana. Ya'ni faqat birinchi o'rinda maqsad qo'yib olish kerak oldinga. Ya'ni maqsad shu sohada o'qishmi, unga olib boradigan yo'lni sababini qilish kerak. Ya'ni misol uchun o'sha paytda mana magazinda ishlaganman dedim. Undan oldin 15 kuncha ishladim ofitsiantlikda. Yo'q, ofitsiantlik ishlamas ekanman. Kompyuter uchun pul topolmas ekanman bu sohada ko'proq. Menga tezroq kompyuter kerak dedim. Kurerlikda ishladim. Keyin magazinga ishga o'tdim. Ya'ni meni maqsadim shu sohani o'rganish, bu sohani yetib borish uchun hamma yo'lini qilib ko'rdim. Ya'ni o'qishga ham o'zimni sinab ko'rdim. Boshqa yo'nalishdan. Ya'ni xuddi shunaqa sohaga qiziqishi bo'lsa, sohaga intilishi bo'lsa, harakatni to'xtatmasdan, misol uchun instrumenti, noutbuki bo'lmasligi mumkin yoki sharoiti bo'lmasligi mumkin. Chunki noutbuklar aytganingizdek qimmat. Sababini qilib, ozgina harakat qilib, pul yig'ib kompyuter olib, bu sohani boshlab olsa bo'ldi. Boshlab olsa, o'zini qiziqishi bilan u yog'iga bemalol olib ketadi. O'zingiz aytganingizdek, saytlardan daromadga chiqsa bo'ladi, real proyektlar bo'yicha daromadga chiqsa bo'ladi. Hozirgi paytda talab katta bu sohaga, rostdan. Men bu boshqa yo'nalishda ishlab turgan bo'lsam ham, boshqa eski ishlagan joylarimni zakazlar tushib turadi. Qilib bera olasizmi? Vaqtingiz bormi? Vaqtim bo'lsa qilib beraman. Qo'shimcha daromad bu ham yana. Xuddi shunaqa sohani boshlab olguncha qiyin bo'lishi mumkin, aynan. Lekin boshlab olgandan keyin o'sha sferani ichiga kirib olgandan keyin o'zi bilmay qoladi. Qolganini o'zi tortib ketganini, qiziqishi bo'lsa, harakati bo'lsa. Zo'r. Xo'p. Abubakir, men siz bilan gaplashganimdan, siz bilan podkast olganimdan juda ham xursandman. Bu meni 3 ta modelchilar bilan olgan birinchi podkastim. Men xursandman va o'ylaymanki, o'sha bizni kursimizni o'qigan yoki umuman olganda bizni kursimizni o'qigan bo'lish shart emas. Umuman olganda shu sohada muvaffaqiyat erishgan yoshlar bo'lsa, ular bilan podkast olishni xohlayman. Chunki bu meni hayotimni o'zgartirgan. Va bizning masalan ko'p shogirdlarimiz bor. Birinchi shogirdlarimizdan hayoti o'zgarib ketgan bola juda ham ko'p. Mashina olgan, uy olganlari bor. Bular istisno. Bular masalan ochig'i istisno, ya'ni $5,000 topish, $6,000 topish, ya'ni bizning sohamizda o'tgani men bu platformaga modellar yuklash bo'yicha $5,000-6,000 topayotgan bolalar bor. Tinimsiz modellar yuklaydi. Bu boshlanishiga juda ham zo'r. Lekin keyinchalik ular ham buyurtmalar olishi, ya'ni $10,000-15,000 topishi bu real narsalar. Men masalan, men sizda ko'rib turibman, boshqa bolalardan ham ko'p ko'rganman bu narsani va men bundan rostdan faxrlanaman. Men rostdan faxrlanaman va sizdan ham faxrlanaman. Rahmat. Rahmat aka. Suhbat. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, siz 3D modeling kasbiga befarq emassiz. Bizda esa sizni aniq xursand qiladigan taklif bor. DiziPro jamoasi 1 yil davomida 3D modeling kasbini ipidan ignasigacha o'rganish imkonini beruvchi o'quv dasturini ishlab chiqdi. Bu dasturda asosiy ustoz 22 yillik tajribaga ega Sanjar Xalikov. 250 dan oshiq video darslar, kamiga ustozingiz bilan Zoom darslari, sun'iy intellekt darslari, mentor xizmati va qo'llab-quvvatlash, 3D modeling challengelari, 3D modelchilar communitysi va Abdusatur Abdurahim sizga ustozlik qilishi ham mumkin. Kurs yakunida esa siz mana shu modellarni yasab ulgurgan bo'lasiz. Kurs to'lovi 1 martalik 4,400,000 so'm. Bu intervyu orqali murojaat qilganlarga esa 20% chegirma mavjud. Hozirroq operatsiyaning havli orqali ma'lumotlaringizni qoldiring.